Ko'pincha qurilish qilayotgan joyimizda, tepaliklarda, noqulay joylarda sim tortish, perforatorga sim tortish yoki bolgarka ishlatgan paytimizda simi bilan ishlashga noqulaylik tug'diradi. Biz sizlarga yaxshi yechim beramiz. Bizda ikkitasi birda bo'lgan Beauty brendiga tegishli batareykali bolgarka va perforatori. Videoni kuzatib boring. Video davomida sizlarga bu apparatimiz haqida batafsil tanishtirib o'tamiz. Kelinglar, sizlar bilan bu apparatimizni ochib, birma-bir sizlarga tanishtirib o'tamiz. Har doimgidek garantiyali taloni, bolgarkamiz, 5 cho'tishli bolgarka va perforatorimiz. 3 xil положениеda ishlaydigan perforatorimiz. Bolgarkani ko'jihi, zashtnigi, perforator ruchkasi, bolgarkani ruchkasi, bыстрый зарядный устройствоsi va albatta ikkita kuchli tokka ega bo'lgan batareykasi, akkumulyatori. Ko'rishingiz mumkin, indikatorlari ham bor. Va отдельно o'zining palisi, perforator uchun. Apparatlarimizni ochdik, yig'ib tayyor holatga keltirdik. Ko'rib turganingizdek, ikkita baquvvatli instrumentimiz bor. Biri bolgarka, biri perforator. Bu apparatlarimizga qo'shimcha qilib ikkita batareyka chiqyapti. 4000 amper 20 volt batareyka hisoblanadi. 10 ta kapsulali. Batareykalarimiz o'zida indikatorlari bor va albatta bistro zaryadkasi bor. Hop, zaryadkaga qo'yib bemalol almashtirib foydalanamiz. Bolgarkamizga keladigan bo'lsak, bolgarkamiz 125 talik bolgarka hisoblanadi. 100 talik disk qo'ysa ham bo'laveradi. Bu bemalol temir kesishga, kafil-mafillarni, granitlarni kesishga ham ishlatsa bo'ladi. Bu apparatimiz xarakteristikasiga keladigan bo'lsak, 8500 ming оборот hisoblanadi. Apparatimizni bemalol tepa joylarda, noqulay joylarda bemalol temir kesib foydalanishimizga tayyor holatda. Ko'rib turganingizdek, ruchkalari ham bor, ishlatishga ham juda ham qulay hisoblanadi. Apparatimizning knopkasi ham juda ham oddiy, bossa ishlatadigan, oldingi bolgarkalarga o'xshagan noqulay qilib surib ishlatiladiganlik emas. Ikkinchidan, apparatimizni bosib ishlatib qo'yishga ham funksiyasi bor, fiksatori bor. Knopkani bosib, buni qo'shib bosib qo'ysak, apparatimiz ishlab turadi. Bemalol chaqlash uchun ham foydalansak bo'ladigan maqsadda qilingan. Perforatorimiz ham alohida tema. Perforatorimiz 26 mm hisoblanadi. 1,5 ming оборот 1 daqiqasiga 4,5 ming marta udar beradi. Udar kuchi ham juda ham tez. Ya'ni teshishayotgan paytimizda tez osonlikda bilan teshishimiz mumkin. Teshayotgan betonimizni teshiklarini yirib yubormasdan o'zini holatda razmerda teshib berishga xizmat qilib beradi. Apparatimiz ko'rib turganingizdek, chapga o'ngga qilib ishlatsa bo'ladi. Baland-past оборотлari bor knopkasining o'zida va albatta 3 xil funksiyada perforator, отбойник, sverlo rejimida ham ishlatsa bo'ladi. Ya'ni drill qilib foydalansa ham bo'ladi. Ruchkasiga qo'shimchasiga o'zining palisi bor. Bu palis orqali hamma ustalarimiz biladi, bilmaganlar uchun yangilik. Bu palis orqali teshayotgan razmerimizni o'zimizga moslab, har bir teshigimizni bir xil razmerda teshishimiz uchun xizmat qilib beradi. Apparatimiz 5 cho'tishli, bolgarka ham perforator ham 5 cho'tishli hisoblanadi. Qizib ketmaydi, uncha-munchaga nagruzka hisobiga buzilmaydigan qilib ishlab chiqarilgan va albatta 5 cho'tishliligini yaxshi tomoni batareykalarimiz uzoq xizmat qilib beradi, ya'ni soati ko'proq xizmat qilib beradi. Apparatlarimizni ishlatganimizda faqat bitta narsaga e'tibor berishni tavsiya qilamiz. Zaryadkasi tugagandan keyin zaryadkaga qo'yib, o'zining chirog'i bor, o'z chirog'i to'lgandan keyin yashil chiroqqa aylanadi. Yashil chiroqning yonishi bilan zaryadkadan olishini tavsiya qilamiz. Ko'pchilik ustalarimiz xato qilishadi, kechqurun zaryadkaga tiqib qo'yib, ertalabgacha qoldirib yuborishadi. Yana bitta tavsiya qiladigan narsamiz, sizlarga apparatlarni ishlatganimizdan keyin iloji boricha tikka holatda qo'yinglar perforatorni va albatta toza joyga qo'yishinglarni tavsiya qilamiz. Sababi musor joyiga qo'yganinglarda apparatimiz ventilyatorlari musori tortib olib, motori kuydirishiga olib kelishi mumkin. Kelinglar, sizlar bilan bu bolgarkamizni ham, perforatorimizni ham tabiiy jarayonda ishlatib ko'rsatib beramiz. Kelinglar, sizlar bilan bolgarkamizning tabiiy jarayonda beauty toshlarini qo'yib kesib ko'rsatib beramiz.
Ko'rib turganlaringdek, bolgarkamizda kichkina bo'lmagan qalin armaturani maksimal nagradada kesib ko'rsatdik. Ko'p bolgarkalarda zaryadkasi tez tugab qoladi. Bu apparatimiz batareykasi ancha muddatga ketadi. Endi sizlar bilan perforatorimizni ishlatib ko'rsatib beramiz. Perforatorimizni sverlo qo'yib, sizlar bilan ham perforator, ham отбойный rejimni tekshirib beramiz. Bizda oldimizda katta beton bor, ko'rib turishingiz mumkin. Endi отбойный rejimiga qo'yib beramiz sizlar bilan. Ko'rib turganlaringdek, apparatimizni qo'ldan kelsa sizlarga ishlatib berdik. Shunaqa professional instrument kerak bo'ladigan bo'lsa, Megatool ilovasidan xarid qilishingiz mumkin. Va albatta, sizlarda savol tug'iladigan bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldirsanglar, o'zim shaxsan sizlarga javob beraman. Va ko'p shunaqa bir xil savollar tug'iladigan bo'lsa, sizlar uchun alohida shu savol bo'yicha video tayyorlab qo'yishimiz mumkin. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, videoga like bosing, bizning ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring.